Davlatimiz rahbarining O'zbekistonda yilqichilik, ot sporti, zamonaviy beshkurash va poloni 2025-yilgacha rivojlantirish davlat dasturi to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Unga muvofiq Milliy gvardiya tizimida bir qator ishlar olib borilmoqda. Jumladan, O'zbekiston polo federatsiyasi hamkorligida chavandozlar maktablari o'rtasida polo bo'yicha mintaqaviy saralash musobaqasi o'tkazib kelinmoqda. Kuni kecha mazkur bellashuvlarning final bosqichi yakunlandi. Mazkur musobaqa poytaxtimizning Chilonzor tumanida joylashgan markaziy ippadrom Otchopar majmuasida o'tkazilib, barcha mintaqaviy saralash bosqichlaridan o'tib kelgan Milliy gvardiya Toshkent shahar, Farg'ona, Navoiy, Qashqadaryo va Xorazm viloyatlari chavandozlar maktablarining polo jamoalari ishtirok etishdi. Dastlab musobaqaning rasmiy qur'a tashlash marosimiga ko'ra, ilk bellashuvni Milliy gvardiya Navoiy va Xorazm viloyatlari jamoalari boshlab berishdi. Bellashuvlar musobaqa qoidalariga muvofiq olib borilib, har bir o'yin 7 daqiqadan 2 taymni tashkil etdi. O'z qoidalari va ko'rinishi jihatidan ko'pkari va xokkeyga o'xshab ketadigan polo o'yinining asosiy maqsadi raqib darvozasiga imkon qadar ko'p marta zarba berishdir. Bu kurashlar davomida barcha jamoalarning musobaqaga jiddiy tayyorgarlik ko'rganliklarining guvohi bo'ldik. Milliy gvardiya va polo federatsiyasini hamkorligida o'tkazilayotgan ushbu tadbirimiz, ushbu chavandozlar maktabini o'quvchilari o'rtasida o'tkazilayotgan ushbu musobaqamizni qaysidir ma'noda aytadigan bo'lsak, o'sha yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga, tarixdan ham bizga ma'lumki, Amir Temur bobolarimiz ham ot mingan, ot sportini rivojlantirish ham o'sha yurtimizga xizmat qiladigan yoshlarimiz tarbiyalashda o'z hissasini qo'shadi deb o'ylaymiz. O'yinning final bahslari Milliy gvardiya Toshkent shahar va Navoiy viloyati chavandozlar maktablari jamoalari o'rtasidagi uchrashuv murosasiz kurashlarga boy tarzda o'tib, musobaqaning eng kuchli jamoasi aniqlandi. Shuningdek, musobaqa so'ngida ayollar polo ligasining Bibixonim va Tomaris ayollar terma jamoalari ham maydonga tushib, o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazishdi. Kuchli bellashuvlar ostida kechgan musobaqaning yakuniy natijalariga ko'ra, 3-o'rin Milliy gvardiya Xorazm viloyati chavandozlar maktabi jamoasiga nasib etdi. 2-o'rinni Milliy gvardiya Navoiy viloyati chavandozlar maktabi egallagan bo'lsa va birinchi o'rinni Milliy gvardiya Toshkent shahar chavandozlar maktabi jamoasi qo'lga kiritib, musobaqaning mutlaq g'olib jamoasiga aylandi. Sovrinli o'rinlarni egallagan g'olib jamoalarga Milliy gvardiya hamda O'zbekiston polo federatsiyasining kubok, medal, diplom va esdalik sovg'alari bilan munosib taqdirlandilar. 12 ta viloyatdan jamoalar kelgan, tashrif buyurgan, mintaqaviy o'yinlarda g'olib chiqqan jamoalar kelgan va bugungi musobaqada biz Toshkent shahar chavandozlar maktabi birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Bu musobaqa bizga amaliy tajriba berdi. Kelgusida bu musobaqada bizga tajribani jahon chempionatlarida, jahon arenalarida qo'llashga harakat qilamiz. Bugun birinchi marta polo o'yinida qatnashyapman. Ot minishga bo'lgan qiziqishim baland bo'lganligi uchun baribir suratga olish jarayonlarida shu kaskadyorlarni ham rad qilib, o'zim ko'proq minishga harakat qilaman. Hozir bu yerda ham chiqish qilamiz, o'zimizni sinab ko'ramiz. Men juda ham xursandman. Yoshlar orasida ayniqsa mana shu sport turini yana ham rivojlantirishga bo'lgan e'tiboridan, davlatimiz e'tiboridan juda ham xursandman. Hozir ko'ryapsiz, yoshlar bu yerda ko'p. O'zligini sinab ko'rishyapti, ularga imkoniyat berilyapti. Bir necha kun davomida repetitsiyalar qildik, trenirovkalar qildik. O'ylaymanki, bugungi chiqishimiz a'lo darajada bo'ladi. Ko'rib turibsiz, barchamizning kayfiyatimiz yaxshi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, mazkur saralash musobaqalari ushbu sport turi rivojlanishining yaqin va uzoq muddatli istiqbollarini belgilash va ommalashtirish, ular bo'yicha milliy terma jamoamizning Olimpiya va Paralimpiya, Osiyo va Paraosiyo o'yinlarida, jahon chempionatlarida va boshqa yirik musobaqalarda ishtirok etish va yuqori natijalarga erishishni ta'minlash ko'zda tutilgan.